Xotira mangu, qadr bebaho. Ana shu shior ostida o'tkazilayotgan tadbirlar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida ham davom ettirildi. Dastlab sohada xizmat qilib, fuqarolar xavfsizligi va osoyishtaligi yo'lida o'z jonini fido qilgan ichki ishlar organi xodimlarining xotirasi hurmat, ehtirom bilan yod etildi va ichki ishlar bosh boshqarmasidagi xotira monumenti poyiga gul qo'yish marosimi o'tkazildi. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tashkil etilgan tantanali marosimda sohada namunali xizmat olib borayotgan ichki ishlar xodimlari, faxriylar hamda xizmat vaqtida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari, jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbirda yig'ilganlarga Ichki ishlar vazirining bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Ushbu unutilmas ayyom bilan barcha yurtdoshlarimizni yana bir bor samimiy tabriklab, barchangizga sihat, salomatlik, baxt, omad, xonadoningizga fayzu baraka tilayman. Vazir general-mayor Aziz Anvarovich Toshpo'latov. Shundan so'ng Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida xizmat qilib, hozirda keksalik gashtini surayotgan faxriylar davraga taklif etildi. Marosimda ular Ichki ishlar vazirligi hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Xizmat vaqtida halok bo'lgan ichki ishlar organi xodimlarining yorqin xotirasi yod etildi va ularning oila a'zolariga hurmat, ehtirom ko'rsatildi. Turmush o'rtog'im mana vafot etganiga 21 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu ichki ishlar xodimi bizlarni bayramlarda, xotiralarda eslab, uyga borib, tadbirlarga taklif etib, bizlarni eslab, yo'qlab turishadi. Xodimlarni, o'tganlarni ruhlarini shod qilishdi, bizlar xursand bo'lishdik mana shu tadbirga qatnashganimizdan. Rahmat ichki ishlar xodimlariga. Tadbir davomida Ichki ishlar bosh boshqarmasining nihol jamoasi tomonidan 2-jahon urushida qatnashgan vatan qahramonlari xotirasi uchun tayyorlangan spektakl namoyish etildi. Bayram dasturi vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar bilan davom ettirildi. Vatanni jonini